Kelinglar bugun bir doza mavzu haqida gaplashsak. İnsanlar qachon bir-biriga nisbatan hurmat yo'qoladi? Qachonki o'z prinsiplariga qarshi harakat qilganda. Davlat tashkilotlari ham xuddi shunday. O'z prinsiplariga zid harakat qilganda ularga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Buni amaliyotimizda bo'lgan bir voqea bilan ko'rib chiqamiz. Maktab direktorining buyrug'i bilan o'qituvchilar 20 kun majburiy mehnatda ishlatgan. Bu holatni shahar darajasidagi mehnat inspeksiyasi majburiy mehnatga jalb qilish deb topgan. Biz bilamiz, mehnat kodeksiga asosan mehnat inspeksiyaning asosiy prinsiplaridan biri bu majburiy mehnatni taqiqlash. Biroq viloyat darajasidagi mehnat inspeksiyasi ushbu holat majburiy mehnat emas, sen buni noto'g'ri qabul qilding deb uning qarorlarini bekor qilgan. Bu qarorining oqibatida viloyat mehnat inspeksiyasi yuqorida aytilgan prinsiplarga zid harakat qilgan. Mazkur holatda o'qituvchi o'zining buzilgan huquqlari inspeksiya tomonidan tiklanmasligini bilib sudga murojaat qilgan. Sud esa ushbu holatni majburiy mehnat deb topgan va direktorning harakatlari qonunga xilof deb e'tirof etilgan. O'z-o'zidan xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu holatda o'qituvchining davlat mehnat inspeksiyasiga bo'lgan ishonchi yo'qoldi. Dars ketdi. Albatta, odil sudlovga bo'lgan ishonchi ortdi.